Xo'p, shogirdlar. Obshi mana shu 3 ta narsa 12 mingdan 1,5 kilo. Isa ular to'xta ola. 1,5 kilo dovcha. Bu nech pullar? 12 mingdan 2 kilo olmacha oldim. Endi qaranglar. Buni qovuni kilosi 4 mingdan bo'lsa, umumiy hisobdaman 67 ming so'm pul berganman. Tushundingizmi? Mana shu 3 ta narsaga 67 ming pul berdim. Endi sizlarga savol. Necha kilogramm men qovun olganman? Hisoblanglar. Kim topsa ana shu narsa hammasini berib yuboraman o'shanga. 3 kilogramm. 3. 6 kilogramm 350 kilo. 6 kilogramm 350. Juda yaqinlashding. 6,5 kilogramm. 6,25. 6 kilogramm. Yo'q. 6,4'dan. Necha kilo, necha grammligini ayt mana shuni. Taroziga o'lchimiz to'g'ri tushsa beraman hamma narsani. 6,4'dan. Savol yana bir marta qaytaraman, eshitinglar. 8. 12 mingdan 2 kilo olmacha oldim. 6 kilo 260 kilo. Xo'p, necha kilogramm chiqdi? 600 260 chiqdimi? 2 gram plus minus. Malades, to'g'ri. Bo'ldi, ana shunga hamma narsani beramiz. Gap yo'q, qarsak olinglar bo'ldi. Krasavchik. Qanday hisoblashni bildinglarmi o'zi? Qara, birinchi olmani pulini hisoblaymiz. Olma necha pul bo'ldi? 24 ming, qarasho. Ana necha pul bo'ldi? O'z ikkalasini qo'sh. 42 ming, to'g'rimi? 67 mingdan ayiramiz nechini? Necha pul qoladi? Malades. 25 ming so'm, значит, kilosi necha puldan edi? 4 mingdan. 4 mingdan. 25 ming 4 mingga bo'lamiz. Tushundinglarmi? Malades, yuringlar ketdik. Qalay bo'ldi qiyomatchilar bugungi praktika darsimiz? Yoqdimi sizlarga? Xo'p, nima farqi bor ekan? Oddiy matematika bilan bizning matematikaning farqi nimada? Bitta gapirlaring. Biz bitta temani o'rganib, bozorga chiqib yoki havasga chiqib, o'sha tema bo'yicha praktika o'tamiz. O'tganimizdan keyin shu praktikani mana mevalarini yeyamiz. Krasavchikda. Rahmat shogird, rahmat, legenda. Sizlar ham legenda. Qolgan qiyomatchilar sizlarga ham tavsiyalar bular. Bitta mavzuni o'rganganlaringizdan keyin buni hayot bilan bog'lab praktika qilsalaringiz esdan chiqmaydi. Har doim masalani yodlash kerak emas, yechimini. Buni hayot bilan bog'lab, ma'nosini tushunsalar, bo'y masala chiqadi.